minuto. Assalomu alaykum YouTube ahli. Assalomu alaykum YouTube ahli. Mana bugun 7-iyul haftaning oxirgi kuni bozor. Xudo xolasa mana katta ishimizni ham tugatib oldik. Andijon viloyati Shahrixon tumanidamiz hozir. Yakuniy ishimiz bugun tugadi xudo xolasa. Ertadan nasibda yangi ishga ketamiz. Namangan viloyatiga yo'l olamiz ertalab. O'sha tarafda ishlarimiz bor, bizni kutishmoqda. Katta molxona. Qo'ldan kelgancha suratga olishga, videoga olishga harakat qilaman. Ashaddiy muxlislarimiz uchun. Kimga qiziq bo'lsa, videoning tagiga nomerlarimizni qoldiramiz. 24 soat aloqada bizlar. Bexijolat telefon qilaverasizlar.